Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Bugun darsni boshlaymiz. Bugun ushbu darsda media marketing va SMM orqali o'sish, ya'ni inbound hamda outbound strategiyalar hamda AAR metrikasi haqida, ularga qanday yondashuvligi haqida ko'rib o'tamiz. Yechimingizni ommaga taqdim etish uchun siz haqingizda qancha ko'p odam bilishsa, sizni murojaat qilib boshlashadi. Buning uchun hozirgi kunda ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib kelmoqda. Faqatgina sotish emas, balki tizim yaratishga harakat qilish kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi sizga berilgan layklar, postlar, ajoyib degan so'zlar, bunga ishonib qolmaslik kerak. Bu yolg'on ko'rsatkichlar hisoblanadi. Aslida actionable, ya'ni amaliy ko'rsatkichlarga ko'proq e'tibor berish kerak. Ya'ni sizdan mijozlar foydalanishmoqda hamda sizdan xarid qilishmoqda, ishlatishmoqda, daromad keltirishmoqda. Bu asosiy amaliy hisoblanadi. Qolgan layklar, turli xil postlar ko'rishlar, bu sizga aslida yolg'on ko'rsatkich hisoblanadi. Mijozlarni o'ziga tortishning asosiy ikkita usuli bor. Ya'ni inbound marketing, ya'ni bu yerda pull message orqali o'ziga tortiladi. Mijozlar sizni organik ravishda topishga imkon beradi. Vositalar blogerlar, SEOlar, elektron kitoblar, vebinarlar. Maqsad uzoq muddatli munosabat o'rnatish, ya'ni uzoq muddatli mijozlarni yaratish hisoblanadi. Outbound marketing, ya'ni push message orqali, ya'ni xabarlar tarqatish orqali, bularda SMM, turli xil ijtimoiy tarmoqlardan, televizor orqali, bosma reklamalar va qo'ng'iroqlar orqali chaqirishadi. Qoidalardan bittasi, mahsulotni qiymat taklifi sinovdan o'tmaguncha, ya'ni rostdan sinovdan o'tib, rostdan kerak bo'lmaguncha outbound marketing pul sarflash ortiqcha isrofgarchilik hisoblanadi. Qachonki siz to'liq bozorga chiqib olib, u yerda rostdan muammoga yechimingiz haqiqatdan bo'lgandan keyin keyinchalik foydalanish tavsiya etiladi. Hop, media aktivlar 3 ta asosiy turlari bor. Owned media, ya'ni bu yerda o'sha kompaniya, ya'ni startap tomonidan yaratiladi. Bular turli xil kanallar bo'lishi mumkin. Masalan, veb saytlar, telegram kanallar, bloglar va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zlarini qo'lida bo'lgan media orqali mijozlarni jalb etishadi. Ikkinchisi paid media, ya'ni reklamaga pul to'lash orqali siz mijozlarni tortib olasiz, ya'ni outbound orqali. Uchinchi usuli earned media, ya'ni sizni mahsulotingizdan foydalanishgandan keyin, ya'ni mahsulotingizni ko'pchilikka ma'qul bo'lsa, o'sha ma'qul bo'lgan shaxs boshqa kishiga taklif etadi. Natijada siz ushbu mahsulotni ingizdan ko'proq sotib ola boshlashadi. Bu eng kuchli qism hisoblanadi. Sizga bu yerda pul ham, kuch ham sarflamaysiz, turli xil resurs. Bu yerda siz qiymat yaratgan hisoblanasiz va qiymatingizdan, demak, boshqalar foydalanish orqali boshqa mijozlarga tavsiya berishadi. Bu orqali sizda mijozlar auditoriyangiz ko'payadi. Boshqarilgan kontentlar, bular owned media hamda paid media. Bunga asosan resurs sarflash kerak, mablag' sarflash kerak bo'ladi. Boshida masalan owned media bo'lsa ham, o'zingniki bo'lsa ham baribir ishchi yollashingiz kerak, boshqa o'zingiz ishlasangiz ham resurs sarflashingiz kerak. Paid media esa bu yerda ko'proq to'lov orqali mijozlarni chaqirib olishingiz mumkin. Eng qimmatli aktiv bu earned media, ya'ni keyinchalik boshqa mijozlarni o'zlari bilan yetaklab kelish orqali sizda qadriyat paydo bo'lgan bo'ladi va mijozlar ko'p vaqtga siz bilan birga bo'lishadi. Endi bu kompaniyani generatsiya qilgan bepul ta'sir va organik tarqalish hisoblanadi. Bunga
bermoqlar, foydalanuvchilarga sharhlash, ijtimoiy tarmoqlar o'z ixtiyori bilan mahsulotni ulashishga kirishadi. Nima uchun muhim? Startaplar uchun bu eng maqbul yo'l, chunki u pullik reklama kampaniyalariga ko'ra ancha arzonroq, mijozlardan ko'proq ishonch uyg'otadi. Mijozlar haqiqiy fanatga aylanishadi. Bu yerda rostakam sizga qiziquvchi, mahsulotingizga qiziquvchi bo'lgan mijozlar bo'lishadi. Shu bilan boshqa medialardan ko'ra farqlanadi. Ho'p, SMM kanallari orqali strategiya amalga oshirish mumkin. Ya'ni SMM bu nima? Social media marketing. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali marketingni amalga oshirish mumkin. O'sha Obnet, Paid va Earnet media turlaridan gibrid ko'rinishda foydalanishingiz mumkin. Bu yerda Obnet orqali kompaniyangizni, o'zingizni blogingizni, tarmoqingizni yaratasiz. Keyinchalik turli xil ijtimoiy tarmoqlarda reklama to'lash orqali foydalanuvchilarga ega bo'lasiz. Foydalanuvchilar sizni mahsulotingizdan foydalangandan keyin, ya'ni mijozlarimiz foydalangandan keyin mijozlar boshqalarga taklif bildirishadi. Shu orqali gibrid ko'rinishda ishlaydi. Hop, masalan, Facebookga qaraydigan bo'lsak, Facebook yopiq sistema bo'lganligi uchun o'sha ma'lum kuchli hamjamiyatlar qurish uchun ishlatiladi. Ya'ni yopiq sistema o'sha kommentariyalar orqali siz yaratishingiz mumkin. Twitter esa, ya'ni X media ijtimoiy tarmoqlar orqali bu global ko'rinishda tezda tarqaluvchi xabarlarni yetkazishingiz mumkin. Bu orqali esa keng jamoatchilikka tarqatilishi mumkin. Bundan tashqari ARR usullari bor, ya'ni qaroqchi usuli ham deb ataladi. Asosan bu dasturiy ta'minot uchun yaratilgan, ya'ni dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilar tomonidan qo'llanishgan. Bu usuldan boshqa sohalarda ham bemalol qo'llanishingiz mumkin. Birinchisi acquisition, bu yerda jalb qilish, activation, ya'ni faollashtirish, retention, ushlab qolish, review, ya'ni daromad olish, referral usullaridan mavjud. Acquisition bunda har bo'lgan tashrif buyuruvchilar ham potensial mijozga aylantirish nuqtasi hisoblanadi. Bunga SEO, SMM va reklama orqali kelgan trafik kiradi. Bu yerda qancha mijoz kelsa, qancha foydalanuvchi kirish qismi hisoblanadi. Undan keyin activation, ya'ni mahsulot yoki xizmatdan birinchi ijobiy tajribasi, ya'ni birinchi marta foydalanganda ularda qanday fikr qoladi. Masalan, birinchi ko'rish juda ham ko'p katta muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni biror inson bilan uchrashganda birinchi ko'rish ham bu taassurotingizni, bu haqida kengroq taassurotni olishga yordam beradi. Shuningdek, bu yerda mahsulotingizdan foydalanganda ham birinchi ko'rish ularning keyinchalik qolish va qolmaslikka ifodalaydi. Keyingi bosqich retention, ya'ni mijozlar sizdan birinchi marta foydalanishdi va ular yana qachon qaytib kelishadi. U oralig'ini maksimal darajada kamaytirish kerak bo'ladi. Keyingi bosqich revenue. Bu yerda mijozlar mahsulotni to'lov qilish, bunga ularni jalb qilish xarajatlari hamda mijozning umr bo'yi qiymati LTV o'rtasidagi muvozanatni saqlab turishimiz kerak bo'ladi. Hop, referral, ya'ni mijozlar boshqalarga aytadimi? Bu mijozlar o'sha chaqirilgandan keyin mijozlar keyinchalik boshqa mijozlarni Earnet mediani shakllantirish uchun, rivojlantirish uchun boshqalarga aytishlari kerak. Buni rivojlantirish asosiy 3 ta usullari bor. Ya'ni tabiiy mahsulotga o'tkazilgan tarqatish, ya'ni mijozlar singdirib olinadi. Ikkinchisi sun'iy ravishda foydalanuvchilarni chaqirgan uchun siz sovg'a, bonus shu kabi elementlar berish orqali amalga oshiriladi. Uchinchisi og'zaki, ya'ni word of mouth, ommaviy organik ravishda, ya'ni o'zlari tavsiyalar orqali boshqa mijozlarga berishadi.
Hop, katta manzara, ya'ni voronkada flywheelga, ya'ni siklga aylantirish uchun muvaffaqiyatli sotuv marketing vositasi orqali emas, yagona mexanizm sifatida ishlash kerak. Birinchi qadamda SMM va inbound orqali o'zingizga tortasiz. Birinchi voronka qismi. Keyin esa ARR ularni qoniq qismini o'lchaysiz. Qanaqa keyinchalik kirishyaptimi, mijozlar mahsulotlardan sotib olishyaptimi, shu kabi savollarga javob topishingiz kerak bo'ladi. Ajoyib tajriba, ya'ni Ernest Media va Wayfair kelib chiqaradi. Voronka endi o'z harakatlanuvchi g'ildirakka, ya'ni u har doim o'zi harakatlanuvchi elementga, sistemaga aylanadi. Kengaytirishni oldin defektini sozlash kerak, ya'ni foydasiz metrikani ketma quvmay, ya'ni foydasiz o'sha mijozlarni o'sha ijtimoiy tarmoqlar layklar, postlar, ko'rishlar soni bu aslida nimada foydasiz yolg'onchi metrika hisoblanadi. Amaliy metrika, ya'ni actionable metricsga ko'proq e'tibor berish kerak, ya'ni mijozlar foydalanish jarayonida siz rostdan ularni masalasini hal qilyapsizmi, mijozlar pul tikishyaptimi, endi ulardan daromad kelyaptimi, bular asosiy amaliy hisoblanadi. Haqiqiy o'sish bu aniq o'lchanadigan, mijozlar ishtirokiga asoslangan va organik ravishda o'z-o'zini tarqatgan tizim natijasi hisoblanadi. Bu asosiy elementlar. Agar savollaringiz bo'lsa, marhamat.